Adelante. O'sha mashhur lokatsiyada klach qilmoqchi bo'ldim. Ko'rib turganlaringizdek 3-ga 1 vaziyatdaman. Bu vaziyatdan foydalana olmadim. O'ngdan bittasi aylanyapti. Yaxshilab kutib olish kerak. Birinchi nokimiz ham tayyor. Dabiy qilib qolganini kutib olamiz. Ikkinchisi ham tayyor. Endi esa buni dabiy qilib 3-botimizni kutib olamiz. Jonimiz ham yo'q endi, shoshmasdan kutib olamiz endi.